klient talab qilganda edi. Tasavvur qiling, bizda shunaqa voqea bo'ldi. Standart hammani sterilniy sochiqqa o'tkazdik biz. Biz ilgari salonda kir mashina qo'yib qo'ygan edik. Har bitta klientdan keyin ahamiyat bering, har bitta klientdan keyin o'sha klientga ishlatilgan sochiqni biz yuvardik. Shunaqa salonlar bor. Bir haftada bir marta yuvadi sochni. Uni klient bilmaydi. Keyin baxtimizga o'tgan yildan shunaqa firmalar paydo bo'lishdi. Har bitta salonga toza sochiq, sterilniy, xlorkada zararsizlantirilgan, avtoklavda hamma mikroblar o'ldirilgan, одноразовый qog'ozda upakovka qilib bizga topshirishadi. Toza zararsizlantirilgan sochiqda o'ylang 3,5 ming so'm turadi. Bitta sochiq. Mana master eng arzon uslugasi, misol uchun 250 mingda, 250 ming klientdan oladi-da, 3,5 ming so'mlik sochiq rasxod qilish kerak. Bizda bo'ldi shunaqa masterlar bo'ldiki, yo'q dedi, men ishlatmayman. Menga qimmat dedi. 200 ming so'm oladigan klientiga 3,5 ming so'm ishlatish qiyin. Yoki shuni ishlataman,